Mana bu kirni qara. Bu kirni ko'rib ot olishmoqchi bo'lgan ekan. Hop bitta stress va masalasini hal qilamiz. Yarimini ajratib oldik. Ana endi qanaqa ketqizish ko'rsatamiz. Обязательно mana shuni ko'piy bo'lishi kerak, sepayotganinglarda. Effekti zo'r, lekin buni Chexiya mahsulot. Buni sepib bo'ldik, endi 7 minut kutamiz. Mana buni qara o'zi, kirlarning chiqishini. Mana buni qara kirdi, chiqishini. Bu stoldan chiqqan ko'piy, bu o'zidan sepilgan pena. Farqini ko'rsanglar bo'ladi. Endi latta bilan bitta artib o'raman. Endi farqini ko'ramiz. Bu tozalangan joyi, bu tozalamangan joyi. Qo'llarini ko'rsanglar bo'ladi, bu tozalamangan joyi, bu tozalangan joyi. Bu oldingi holati. Bu posli holati bo'ladi. Bu mahsulotni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying.